Qo'rg'on sirlari seriali hademay yakuniga yetadi. Yakuniy 101-qism ilk mavsumda yaxshi ommalashgan hikoyaning oxiri bo'lishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, serial yakuni kutilmagan bo'ladi. Tarikni o'ynagan Barak Bo'lakbashi oxirgi 2 qismda serialda suratga tushadi. Halis og'ani o'ynagan Chetin Tekindorning paydo bo'lishi ham muxlislar uchun kutilmagan sovg'a bo'ladi. Bosh rolni ijro etayotgan Mert Ramazon Demir aprel oyi boshida armiyaga ketadi. Avvaliga u serial 100-qismda tugashini mo'ljallagandi, lekin loyihani yana bitta qismga cho'zishdi. Shu bois suratga olish ishlari tezlashtirilgan suratda amalga oshirildi. Vaqt yetishmasligi tufayli rejalashtirilgan katta xayrlashuv oqshomi bekor qilindi. Buning o'rniga Koshonada oxirgi ish kunini nishonlaydigan bo'lishdi. Reytinglar pasayib, byudjet qisqartirilgan bo'lsa-da, Qo'rg'on sirlari seriali xorijda eng ommabop turk seriallaridan biri bo'lib, chet elda yaxshi sotilmoqda.